Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Demirxan namlıq romanның davamı. 8. bab. Ulusbegi qurultay chaqirishni buyurdi. Lashkarni ishq silishning yo'li shuki, lashkar hammadan avval qandoq jang qilishni o'rgansin. Harbiy dasturlardan. Miladiya 1347-yili yoz. Dal-daraxtsiz kang say yo'lini oq qum do'nglari qatma-qat o'rvagan edi. Bu yerdagi kang say yo'li degani hozirgi Oqsu, Unsu noyisining sharq-shimoldagi bir cho'lning nomi deyilibdi. Tağdan bemahal keladigan sel suvlari yalab ketgan taqir yerlarda, bo'yi bir g'irish egizlikda, o'smasdilla, yozning to'nirdek issiq shamlida, qog'daldak qo'rilib qolgan opixan, qamg'aq, chuchukbo'ya, shivaq va jig'anga o'xshash cho'l o'simliklari zaminga ozroq bo'lsa-mu o'sin qo'shib turadi. Yo'lda bir to'p otliqlar chang to'zitib kelishmoqda edi. Taqir yerlarning ushshaq shig'il toshlari otlarning tuyoqlari ostida shiriqlaydi. Ular cho'lning bir chetida xuddi yolg'iz butxonadek qorayib ko'rinayotgan molchi qo'rosiga qarab ketishayotgan edi. Atdigandala optob chiqib, kang cho'lni nurg'a cho'mdirgan edi. Mol qo'rosidagi qo'y o'shkilar uyqusidan uyg'onib, ma'rishib, to'qayliqdagi o'tloqqa chiqishga intilayotgandek bo'lsa-mu, qo'roning ishki ularga ichib berilmaganlikdan ishik oldiga to'plashib olgan edi. Kechacha qo'ylarni kuzatib, xizmatini sodiqlik bilan yaxshi o'rinlagan podichi işte mana endi beshini ikki putining orasiga elib olib, qo'roning yendiki egiz do'ngning ustida pushultab uxlamoqda edi. O'ng tarafdagi soyning ichida Tarang daryosi sharqirab oqmoqda edi. Bu yerdagi Tarang daryosi degani Oqsu, Unsu noyisining sharqiy shimoldagi Tangri tog'laridan eqib chiqadigan bir daryoning nomi deyilibdi. Yo'lda chang to'zitib kelishayotgan otliqlar qo'roning qishiga yaqin kelganda ularga shu yerning o'zdilar texi yengila qo'rodan chiqarilgan qo'y va o'shki to'piga yo'liqishga to'g'ri keldi. Bu qo'y o'shkilar texi sut saqadigan to'rsuq ko'rmagan yosh to'qlar va chivishlar edi. Sho'x chorva mollar ozodlikqa chiqib kelib marishatdi. Sakrishatti, bir-birini usishatdi, xushal o'ynashatdi. Lekin molchilar qattiq marashgan o'shka va qo'ylarni vaqirab, tillab, to'qay tarafga haydab ketgandan keyin chang bir oz bo'lsa-mu besilib qoldi. Ammo yiroqda podi kelayotgan yerda chang xuddi bir qavat qilin pardaga o'xshash yo'lning ustiga puqirab aylanib turadi. Yo'lning ustiga purqirab aylanib turadi. Otliqlar udul o'tavga otlarini yo'rg'iltib kirishga boshladi. Mol qo'rosining yendiki egiz do'ngda yotgan podichi ishdi. Ko'rinishda ko'zlarini yumib yotgani bilan amaliyotda uning butkul tuklarimi ko'z quloq bo'lib, cho'ldagi barliq harakatdan to'liq xabardor bo'lib yotadi. Yiroqdagi har bir jonivorning qimirlashi, hatto har bir küsütke çoşqanның çırıqlışı bu tuyg'un podichi itining darhol o'rindan turib atrofiga diqqat bilan ko'z silishiga sababchi bo'ladi. Otliqlarning qo'roga yiqilishib kelayotganini ko'rib, do'ngning ustida tinish yotgan podichi iti o'rindan irg'ib turdi-da, kun tug'ar tarafga qarab, oldi putri bilan yerni bir ikki tatalab, g'ingshib qo'ygandan keyin qo'ro egisining ishkiga kelib, yana yerni tatlashga boshladi. Taladagi taraq turuqni anglab, qo'ro egisi ishikni ochdi-da, yiroqdan otlarini yo'rg'iltib, qo'ro qarab kelayotgan otliqlarni ko'rdi. U ishtiga bir nimalarni deb vaqirab qo'ydi. Podichi ishti otliqlar ko'ringan tarafga berib, yerni tatalab qo'ygandan keyin g'ingshib, qaytadan o'z o'rniga kelib yotdi. Otliqlar qo'roning oldiga yetib kelishgandan keyin otlardan tushdi. Bu chaqda do'ngning ustida yotgan podichi itimi ularga qarab havishishga boshladi. Otliqlarning orasidagi yashangan birisi qo'ro egisiga: "Hay, yaxshi yigit, ishtingizni to'sing"
Devidi, angacha otliqlar orasidagi yosh bir yigit kulib ketdi. Mevlanem, sizmi ishdan qo'rqidi ekansiz, a? Lekin bilamsiz, podichi ishdi qishloq, ovdanlardagi lalma ishlarga o'xshamaydi. Qishloq ovdanlarning lalma ishlari o'tgan kechganning hammasiga qovab, choplashaveradi. Ammo podichi ishtining yo'lovchi va mehmon bilan kori bo'lmaydi. Lekin kim bo'lsa-bo'lsin o'g'rini talaydi. O'ziga qo'riqtashga topshirilgan molni bo'ridan va o'g'ridan o'z jindinmi ortiqroq qo'riqtaydi. Bu chaqda qo'ru egisi "Kelavering, tishlamaydi" dedi-da. Qo'ychi ishtiga qarab, "Tinishiyat, ha?" deb qo'lini junub qo'ydi va ishtik berib, ularning qo'lidan otlarning churini olmoqchi bo'lib, birdilla bu yo'lovchilarni tonib qoldi va huduqqindan "To'g'liq, yo'q, hurmatli Chog'atayzoda olilari. Chog'atayzoda olilari ekan bu" devatganni o'zimi tuymay qoldi. "Basa ta'mirmisan? Tening saqmi, birodar?" dedi To'g'liq Temirmi qo'ru egisining so'ziga javoban. "Tan saqlig'im xuddi o'skak buqidak noit yaxshi turibdi. Tan saqlig'im xuddi o'skak buqidak noit yaxshi turibdi. Hurmatli Chog'atayzoda olilari" dedi Basa Tamir o'zini darhol uning oyog'i ostiga tashlab. "Hay, nimishqa mundaq qilasan? Bu yer mening xon chidirim bo'lmagan ekan. Senmi unchvola tuzit qilib ketmagaysan." To'g'liq Temir uni yo'lab o'rindan turg'izdi. Ondan burilib, Mavlona Shayx Jaloliddin ketikiga mundaq dedi. "Mavlonam, bu kishi men sana ko'p qitim gapini qilib bergan. Heliqi Basa Tamir degan qo'ychi birodarim bo'ladi." Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki beshini egib, uning bilan qizg'in salomlashdi. Rost, To'g'liq Temir uningga bu yigitning gapini nurg'un qitim qilib bergan edi. U To'g'liq Temirning mol baqqandagi hamrohlaridan birisi bo'lib, xuddi o'zining Basa degan ismiga o'xshash to'limi ishonchli odam edi. Basa Tamir qadimgi Uyg'ur tilida qo'ldosh temir deganlik bo'ladi. Basa Tamir mehmonlarni qora uyning ichiga boshladi va to'qayliqqa berib, yuz ko'zini yuyib kelgan qo'ychi bolalardan birisini "Asan!" deb chaqirdi. "Ha, Basa aka, nimish?" deb qora uy eshigiga keldi Asan. "Sen qumga o't yiqib, o'tin sol. Men xemir yug'ray. Xemir ichig'ucha obdan qizisin. Erkash choy jo'shining o'tini ishtikiltib, chapsara qaynatsin" deb tapladi Basa Tamir. Asan degan qo'ychi 15-16larda bor. Avaq bola edi. U kul aralash dövlab qo'yilgan qumga bir quchoq chakanda bilan yulg'un o'tinni akilib o't yiqibatdi. Uning bilan tangdimatlik Erkash degan yana bir qo'ychi bola bo'lsa, qo'ru atrofidan o'tin tarmach terib kelib, choy jo'shining ostidagi o'tni teximi ulg'aytdi. Uyning ichiga To'g'liq Temir bilan Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki kirib ketishdi. Qolgan otliqlar, turg'avutlar otlarini to'riklarga qanturib bog'lab qo'yishgandan keyin qo'ru sirtida aylanib yurgach, atrofni hushyorlik bilan kuzatishga boshladi. Chunki To'g'liq Temir tarafidan ularga shubhalik odamlarning qarisi ko'ringan amon darhol xabar qilish haqida ijrosi qattiq ko'rsatmalar berilgan edi. Aygul sahrasida Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki To'g'liq Temir bilan uchrashgandan beri izchil turda Putukchi Baxshi degan nom bilan uning Bo'zdongdagi bargohida xizmat qilib kelmoqda edi. Kishilar To'g'liq Temirning Uyg'ur putukchisi bilan munosabatining to'limi qo'yiqlashib berayotganligini, uni kech-kunduz o'z yenidan ayirmay, uning bilan ham suhbat bo'lib ketayotganligini Doğlat Ulusbegi Amir Bulajiga eqitmay, temitmay to'liq yetkazgan edi.
Hozir Xonzoda ishqoriga ancha qiziqmas bo'lib qolgan edi. Uning yurish-turishlari, gap so'zlari bargan siri Mo'ng'ullarnikiga qaraganda ko'proq musulmon Uyg'urlarnikiga o'xshab qelyotadi. Xonzoda To'g'liq To'mirdagi bu alohida o'zgarishlarni sezgan Amir Bulaji Xonzodaning nodonlik qilib qo'yib, cho'ng ishni buzishidan ansirab, darhol qurultoy chaqirib, To'g'liq To'mirni xon deb e'lon qilib, Chag'atay ulusini o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'ldi. Şuna o adamlarga To'g'liq To'mir bilan uning Uyg'ur putukchisi ustidagi taqibini kuchaytirishni, biror shapini sezgan amon o'ziga xabar qilishni buyurdi. Toshtemir Bahodirni 4 turg'avut bilan To'g'liq To'mirning oldiga avatdi. Ulusbegi Amir Bulajining andishisiningmi o'ziga tushliq asosi bor edi. Miladiya 1321-yili Chag'atay xoni Kabak o'lib ketgandan keyin Chag'atay ulusining taxtiga Kabakning iloji Toy bilan Davlat Temur degan inilari orqa-orqadan varislik qilishdi. Miladiya 1331-yilga kelganda Chag'atay xoni Davlat Temur o'lib ketdi. Uning o'rniga Kabakning Darmasrin degan yana bir inisi xon bo'ldi. Bu Darmasrin uzoq muddat Chag'atay mamlakatining Xorason chegarasida turgan bo'lib, islom dinining ta'siriga hammadan ko'proq uchragan edi. Shunga u Chag'atay taxtiga chiqibla Budda dinini tark etib, islom diniga bay'at qildiganligini jakarladi. Miladiya 1334-yili Davlat Temurning Bozanxon degan o'g'li Chag'atay oqsuyaklariga boshchilik qilib isyon ko'tardi va tog'isi Darmasrinni yasaqqa xiloflik qildi deb ayblab, lashkar tortib berib, uni o'ldiribdi. Shuningdan boshlab Chag'atay mamlakatida xonlarning o'rni zodi muqimlashmadi. Qabila amirlarning huquq imtiyozlari ishib ketib, yerlik bag oqsuyaklarning tafriqchiligi bosh ko'tardi. Miladiya 1341-yili Chag'atay xonligining g'arbiy qismida Qozonxon Chag'atay xonligining taxtiga chiqdi. U Chingizxon naslidan bo'lmagan Mavaraun Nahirlik ikki ulusbegining ta'sir kuchining kundan-kunga ulg'ayib ketayotganligini ko'rib, ularning huquq imtiyozlariga qattiq chek qo'yganlikdan ularning qarshiligini qo'zg'ab qo'ydi. Natijada Miladiya 1347-yili Barlas qabilasidagi Amir Qozg'in to'polon ko'tarib, Chag'atay xoni Qozonxonni o'ldiribdi. Shuningdan e'tiboran Chag'atay ulusi ichida xonning nufuzi qolmadi. Davron surish huquqi Chag'atay saltanatidagi huquqdor amirlarning qo'liga o'tib ketdi. Mamlakatning har qaysi joylarida tafriqchilik texmi ulg'ayib ketdi. İslamiyatga bay'at qilgan Barlas guruhi bilan Budda diniga e'tiqod qiladigan Do'g'lat guruhi mamlakat miqyosida bir-biri bilan o'zanga so'qishtira oladigan birdan-bir eng zo'r ikki huquqdor oqsunyaklar guruhiga aylandi. Chag'atay ulusining orasida bir-biriga qarama-qarshi ikki oqsunyaklar guruhining shakllanganligi amaliyotda Chag'atay Mo'ng'ul saltanatining ma'naviy turki bo'lgan va bargan siri zavolga yuz tutayotgan Budda dini bilan yangidan bosh ko'tarib chiqayotgan islom dini o'tirsidagi o'tkir kurashning kelishtirgili bo'lmaydigan darajaga berib yetganligining ifodasi edi. Bu kurashda Mavaraun Nahridagi Barlas oqsunyaklar guruhi islom dinidan o'ziga qurol sifatida foydalandi. Halbuki Manglay Suyerdagi Do'g'lat oqsunyaklar guruhimi Chag'atay mamlakatining parchalanib ketishining oldini olish uchun Budda diniga e'tiqod qilishda johillarcha ching turdi. Mo'ng'ullarning islom diniga kirishini qattiq chekladi. Shunga Do'g'lat ulusbegi Amir Bulaji Xonzoda To'g'liq To'mirning islom dinining ta'siriga uchrab ketishidan albatta qattiq ehtiyot qiladi. Xon chadirining eshigi ichilib, uyning ichiga Toshtemir Bahodir kirib keldi va ko'zining quyruqida qo'lidagi qumush qalam bilan Xonzoda To'g'liq To'mirning da'vatqonlarini qog'ozga shiddatib yozayotgan Uyg'ur putukchisi Mavlana Shayx Jaloliddin ketikiga qarab qo'ygandan keyin gapni qilmasdan shuk turdi.
Toğluq Temir onun özüge aytadigan so'zning borligini, ammo aytolmay turganligini sezdi. Uningga "Mening qishimga kel" deb ishorat qildi. Uning oldida ochiq so'zlashgili bo'lamdi degandek qilib, yana heliqi Uyg'ur putukchisiga shubha bilan qarab qo'ydi. "Gapingni aytib bu kishidan ansirmasang bo'ladi. Uning menga putukchi bo'lganiga 5-6 yil bo'lib qoldi. U mening barliq so'zlarim va ish harakatlarimni xotirlab mengishga mas'ul", dedi To'g'liq Temir uningdagi shubhani yo'qotish uchun. "Qani so'zla, ishlar joyidimi?" Hurmatlik Chog'atayzoda, ishlar xuddi sen aytgandek bo'layotidi, deb javob berdi u To'g'liq Temirning so'ragan savoliga. Ulusbegi qurultay etishni qaror qildi hamda sana pasibon bo'lish uchun yana 4 turg'avutni qo'shib avatdi. "Mening qishimdagi turg'avutlar yetadi-ku", deb To'g'liq Temir qishini yimirdi. U har qatim jiddilashganda oshunda qishini yimiratdi. "Qani ular? Ulug' amirning nima qilg'ini bu?" "Ancha ansirab ketmasangmi bo'ladi. Men ularni birinchi qatordagi turg'avutlarga qo'shib qo'ydim. Ammo xon chidirining atrofidagi 2-chi, 3-chi qatordagi turg'avutlarning hammasi o'z odamlarimizdan qo'yildi. Shunga Ulusbegi amir bo'laji avatgan bu turg'avutlar sening xon chidiringning atrofiga yiqilishamaydi. Ulug' amir keyingi qadamda qanday qilmoqchi bo'lyotidi? Sening asli e'tiqodingdan voz kechib, musulmonlarga bay'at qilib ketishingdan bak ansiraydi. Shunga u qurultayda seni xon qilib saylamoqchi." To'g'liq Temirning yuragi qart qilib qoldi. Bu ish uningdan qattiq sir qilib tutilayotgan ish edi-ku. U qanday qilib sezib qolgandi deb o'yladi ichida, ammo chandurmadi. "U biror ishni sezib qolganligini sana aytmadimi?" "Nima ishni sezib qolganligini men bilmadim, biroq u seningdan ansirab qopti. Qo'y yili sening tog'ang Darmasirin o'zining islom diniga bay'at qilganligini oshkor jakorlab, bir navri akang Bozan xon tarafidan o'ldirilgandan keyin Chog'atay mamlakatining taxt saltanati zotli tinchib boqmadi. Shunga Ulusbegi amir bo'laji Oltayning g'arbidagi barliq Mo'ng'ul hukmronlariga biz Chog'atayning bevosita avlodi, biz qonunliq taxt varisi, Chog'atayning nomida o'tirg'i chiqqan boshqa joydagi har qanday hukmronning hammasi qonunsiz deganni bildirib qo'yish uchun Bodurra qurultay chaqirib, Chog'atay hokimiyatini o'z qo'lida tutishni qaror qildi. Biroq u bovang Chog'atay xonning o'z naslidan bo'lmaganligi uchun Chog'atay ulusining uni e'tirof qilmasligi turgan gap. Shuning uchun Ulusbegi seni bayroq qilib tikilmoqchi. Shundoq ekan, mushundaq halqiliq bir paytda sening e'tiqodingni o'zgartishingdan u ansirmay kim ansirasin? "Men boshda sana aytqan-ku, men oddiy bir qo'ychi tursam, qandaqmi xon bo'la olayman?" dedi To'g'liq Temir yerga tikilib turib. Mushtapda uning kalasida to'qinish bo'layotdi. Hozirning o'zida o'rindan turgan peti cho'ldagi qo'ychi birodarlarining yeniga ketishni o'yladi. Biroq "Hurmatlik Chog'atayzoda", dedi Toshtemir To'g'liq Temirning jimib ketganini ko'rib. "Men seni tushunaman va sening mushtapda nima o'ylayotganligingni bilaman. Biroq..." U so'zlab shu yerga kelganda gapidan to'xtab oldi. Bu chaqda putukchilik bilan mashg'ul bo'lib, ularning so'ziga aralashmay o'tirgan Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki kulimsirganicha. Chog'atayzoda, bizda ikki to'shqanni tang qo'g'lisang, birisini tutolmaysan degan gap bor. Ansirma. Yetimning beshini Alloh o'ngshaydi. Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqargan Alloh sening ishingni o'nglab qo'ysa ajab emas, dedi.
Uyg'ur putuktisining nima demoqchi bo'lganini darhol qiyos qilib bo'lgan hushyor Toshtemir Bahodir. Ho'shara, naydi o'rinliq so'z qilding, dedi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkining so'zidan mamnun bo'lib. Shundaq, biz ikki to'shqanni tang qo'g'lisak, oxirida birisini tutammaymiz. Hozir Chag'atay zodam uchun Chag'atay taxtini qo'lga keltirish hammadan ustun turadi. Shunga menmu Chag'atay zodamning buningdan boshqa ishni hozircha qo'yib turishini tavsiya qilaman. Bu ikkisining muloyizalarini o'rinliq his qilgan To'g'liq Temir ma'qul bo'lgandek qilib beshini lang'ishdi. Chunki halqılıq paytda Ulusbegi Əmir Bulajining xon xos odamlardan birisi hisoblanadigan Toshtemir Bahodirning o'zini qo'llab chiqqanligi, uning irodasini texmi chingitgan, ishonchini yanada oshirgan edi. Toshtemir Bahodir bilan o'z o'tirisida kishilarga texi ma'lum bo'lmagan ashu kechirmishlar To'g'liq Temirning ko'z oldidan zodi ketmaydi. Bu ishlar xuddi tunigun yuz bergandek tuyulatdi. Bundan 11 yil ilgari To'g'liq Temir Do'xtavi xalqi orasida qo'y beqib yurganda taqdir azal uni mushu Toshtemir Bahodir bilan uchrashtirgan edi. Bu chaqda u 16 yoshga kirgan edi. Do'xtavi qabilasining malchisi To'g'liq Temir To'ng'izliqdagi o'tovidan asirvagan otisi Shiravul Do'xtavining uyiga keldi. Do'xtavilarning ulug' amri Shiravul Do'xtavi To'g'liq Temirning kelishidagi turqidan o'zi bilan so'g'uq salomlashishidan, ko'zlarining o'ynishidan uning yaxshilik bilan kammaganligini sezdi. O balki o'zining ot junini yoki urug' aymoqining kimligini bilmak bo'lib kelgandi. Balki 10 yildan beri qo'ychilik qilib tortgan azob oqibatlarining badaliga o'zidan haq talab qilib kelgandi. Mana shu o'ylar Shiravul Do'xtavini cho'ng tashvishga soldi. Shuning uchun u quyruqini qisib, asirvagan bu o'g'li bilan nayt muloyim ko'rishdi. To'g'liq Temir ishikdan kirishi bilanla uni to'rga taklif qilib, kelinlarini uning oldiga dasturxon silib, choy rastlashga buyurdi. O'zi bo'lsa to'rdagi qahmi sanduqining oldiga kelib, atrofiga shubhilanganda qilib qarab qo'ydi-da, yonchug'idan kilitni chiqarib, qulupni ochdi va sanduq ichidan kichik bir teri xaltini oldi. Ondan sanduqning og'zini yepib, teri xaltining ichidagi 2 kollak navatni chiqardi va pichqining kayni bilan urib navatni 4 parcha qilgandan keyin dasturxon ustiga tizdi. To'g'liq Temir, muborak bo'lsin, dedi u kulib turib. Qadiming bu yoqqa yetadi ekan. Hechtin kech yaxshi degan gap bor. Malg'i ketkiningga xeli uzoq vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, seni bir ko'rib yo'qlab kelaman deb niyat qilg'ili na vaqt. Lekin zodil bo'shnanmadim. Hamma vaqt o'tavanga bir berib, tan sog'lomligingni, hol ahvolingni so'ray deyman. Lekin mushu oqsoqollik qursin. Ishim chechimdan eshib yetibdi. Vaqt topolmayman. Seni oymoq nökerligiga qo'ymay, malch qilib qo'yganimga to'limi o'kinmoqdiman. Har holda umi ishqi eshib qola. Haras bu yil to'g'lar obdan samridimi? To'g'larga chum beslig'iniga xel bo'lib qolgandi. Bu yerdagi chum beslig'iniga deginiga mundaq izohat berilibdi. Uyg'ur, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning odati bo'yicha shu chaqlarda yozliqi to'g'lar yayloqqa 1-2 oy qo'yib berilib yoyiltiladi va samirgandan keyin ularga yangi cho'mlar besilib, ondan ishq selinadi. Bu ish nihoyatda katta murosimlar bilan o'tkaziladi deyilibdi. Attangay, men boramay qoldim-da. To'g'liq Temir Shiravul Do'xtavining til yog'lamachilik qilayotganligini,
Hech nimani bilmas bo'lib bilib, hozircha o'zidan foydalanib, keyin o'z ishini bilib, chora tadbir ko'rishini uning mug'ambarlik o'ynab turgan ko'zlaridan bildi. Cho'nqur o'yga cho'mib o'tirgan Tug'luq Temirning o'ziga shubhalik nazarda qarayotganligidan cho'chigan Shiravul To'xtaviymi o'zining uni aldab ketolmaydiganligini tushundi. Shunga boshqacha yo'l tutdi. Tug'luq Temir, sen o'g'lim cho'l jaziralarda mal boqaman deb ko'p jafolarni chekib kelgansan. Qiyomatda ishing o'ngdan kelsin, dedi Shiravul To'xtaviy uning mo'risini qiqib. Seni o'ylantirib qo'yishga to'g'ri keladi. Men o'z qo'lim bilan to'yingni qilib qo'yaman. Seni o'z himoyam ostiga olaman. Nima talabing bo'lsa, tatinmay aytaver. Ya bo'lmasa, seni ovulga qarovul beshi qilib qo'yaymi? Xususan, sana o'xshash botir yigitning ko'nglini erishqa, uni qo'llab qo'ltiqlashqa Shiravul oqsoqolning kuchi yetidi. Men to'yingga deb qalin mal uchun sana 2 semiz to'qla, 3 chivish, 1 to'ga va 1 g'unijin kola niyat qilib qo'yganman. Buningdan boshqa nima xohlasang so'rava. Meningdan tepiladi. Pah, 2 to'qla, 3 chivish, 1 to'ga, 1 g'unijin kola deb o'yladi Tug'luq Temir ichida. Buningdan boshqa nimani xohlasam shuni so'ravermanmish. Bu nima degan sexiylik? To'xtaviylarga 10 yil mol beqibmi, shalvurim tizimdan oshmagan, ko'rak juvamning 5 peshi butun bo'lmagan yerda shunchalik boylik deganni tushimda turmoq o'ngimdimi ko'rmaganman. Bu narsalarga ega bo'lgan har qanday odamning yuragi xushallikdan oqmamdi. Biroq Tug'luq Temir boshqalarning qo'liga talmirib yuradigan undaq kishilardan emas edi. U boshqalarning xayri saxovatini qabul qilaverish, o'ngay bo'g'ini bilan uni haslab qaytirish lozimligini obdan biladi. Chunki onasi Mangli xotunning kichigida uningga aytgan: "Tatliq yeganning ochiq qusishi bor" degan qadimki Uyg'ur tamsili uning quliqi tubida har qachon, har vaqt jaranglab turibdi. El ulusi bir parcha jiriz nonga zar bo'lib o'tirganda, u bir o'zi tanha rohat farog'at yashasa qandoq bo'ladi? Topdan ayrilganni bo'ri yeydi, yo'q. Bo'rsuqning terisimi kerak emas, sesqimi kerak emas. Uning atrofidagilar och bo'lsa, u mu och. El ulus to'q bo'lsa, u mu to'q. Nima bo'lsa o'z eli bilan birga bo'lish kerak. Chunki onasi uningga el bilan bo'lgan o'lim bajoyiki to'y degan edi. U bir qarorga kelgandan keyin og'ziga solgan nenni nay tasdi yutdi. Oqsoqol ota, iltifotlaring uchun rahmat. Men o'z kunimni bir amal qilib o'tkazarman. Qo'lingdan kelsa, sen menga marhamat qilib o'z otamning kimligini aytib bergan bo'lsang, mening otjunim ulus aymiqim kim? Men zodi kimning pushti bo'laman? Shiravul To'xtaviyning ajrining butun mushaqqati shamolga so'zildi. Uning atgan o'qi o'g'i tegmay, berib toshqa tegdi. Tug'luq Temir, sen shuni rost so'ravatamsan yoki o'ynabmi? deb so'radi u ovozini ko'tarib turib. Hurmatli oqsoqol ota, gap mening otjunim uruq aymiqim ustida bo'layotidi. O'yin degan nima? dedi Tug'luq Temirmi bo'sh kelmasdan. Shiravul To'xtaviyning o'ngi o'chib, ko'zlari xiralashdi. Gören tomirlari ko'pib, terisidan bo'rtib chiqdi. Peshonasi turilib, qiyiq ko'zlari pirildab ketdi. Qahr g'azabdan qaynab toshgan qonlar uning tomirlarida mavj urdi. Meni desang, hangdan yiqilib o'larsan. O'liking aydalada qilib, qog'i quzg'unga yem bo'larsan. Degisi kelib ketdi. Biroq hozir undaq deyish mumkinmi? Barlas qavmidan keladigan nökerlarga uni saq topshirib bermaydigan bo'lsa, Barlas ulusbegi amir qazg'in uni bo'sh qo'yarmi?
Şiravul To'xtavi shundaq o'ylarga tushib, To'g'liq Temirga bo'lgan qahri g'azabini ichiga yutdi va Bahadır yigit, nemisini aytsan? Bahadır yigit, nemisini aytsan? Menmu sening atjuning, ulus aymaqing va qavm urqingning izdirgini qilaman deb avara bo'lib yuribdiman. Ammo To'g'liq Temir qilchimi qo'rqib qolmadi. U o'rindan turib etib. Hurmatlik oqsoqol ota, avaylab ushmagan qush qontidan ayrilib qoladi. Men seningdan bu hisobni olmay qo'ymayman, dedi-da uydan chiqib ketdi.